Bugun mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Hurmatli harbiy va sektor rahbari, Namangan garnizoni kuch tuzilmalari 9-may Xotirani qadrlash kuni munosabati bilan xat oldi. Puch! Gol! Лет Великой войны. Bayramlar muborak bo'lsin. Hurmatli prezidentimiz sizni tabriklab mana medallarni jo'natdilar. Najibida o'qigan bo'lsin ham Allohga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. O'zlar o'zgan. Hurmatli prezidentimiz sovg'alari, tabriklarini olib kelyapmiz-da. Rahmat. Xalqimiz siz bilan haqli ravishda faxrlanadi. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Prezidentimiz alohida bir duo qiladi. O'ynadan ketmadi. Ko'z qira. Yaxshi. Ko'z tegmasin. Mayli.